Assalomu alaykum qadrli dehqonlar. Mana keyingi yilgi 2026-yil mavsum uchun naska urug'larimiz keldi. Hop, urug'larimiz mana sifatli, bankalarning qadoqlarini sifatini ko'rishingiz mumkin. Hop, bizda mana bunday hujjatlarimiz ham bor. O'zbekiston Respublikasining karantin agentligining hujjatlari, import ruxsatnomasi va urug'larning analiz natijalari. Ushbu hujjat haqiqatda urug' xorijiy davlatdan kelganligini va urug' har xil zararkunanda va kasalliklardan xoliligi haqida tasdiqlaydi. Ushbu hujjatda hammasini QR kodlari bor. Sizlarga kelsanglar taqdim qilamiz, tekshirib ko'rib, haqiqatan urug' chet ellikiligi va kasalliklardan xoliligini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana ataylab sizlar uchun mana bankalarning ichini ochdik. Mana urug'larimizni ko'rishingiz mumkin. Mayda yirik-yiriklarni, kalibrovkalarni dorilangan o'ta sifatli holatda mana juda chiroyli dorilanib turibdi. Mana kalibrovka, urug'i tozaliklarini ko'rishingiz mumkin. Mana bankalar qadog'i ichlari 500 grammlik qadoqda ichida 10-12 ming atrofida urug'imiz mayda 12 mingta atrofida chiqadi bu yilgi partiyasi. Qadoqlarini ko'rishingiz mumkin. Bugun sana 19 dekabr 2025 yil. Rahmat e'tiboringiz uchun.